O'zi biznesmenda asosiy vazifalari nima? Yangi o'zimga kashf etgan vazifalardan niyatga sodiq turish ekan. O'shanisi eng muhim ekan. Ya'ni niyat har doim kalibrovka qilib turish. O'zi nima uchun bu narsani qilyapmiz? Asosiy maqsad nima? Va o'shanga hamma narsani keyin topib ko'rish. Xo'p, endi o'zim kalibrovka qilib oldim, o'zim niyatimni to'g'rilab oldim. Endi borib ishxonaga borasiz. Endi bular o'sha niyatimga sodiq ishlayapti. Ha, yo'q. Yo'q bo'lsa, shundan kelib chiqib nimadir qilasiz. Ha bo'lsa, yaxshi. Niyatni amalga bog'lab qo'yish. Amalda agar keyin o'sha niyat namoyon bo'lsa, yana ham go'zal bo'ladi. Mana masalan, biza Payflyda niyatimiz o'sha odamlarni to'g'ri yo'naltirish, to'g'ri sayohat qildirish. Ko'p odamlar bu sohada aldanib yurishibdi. Masalan, endi turizmda ko'plar bilmaydi. Agar hozir ikki-ichkilarni gapiradigan bo'lsak, ha deb qolishadi. $3000 ga nimadir sotib oladi, u $3000 qiymat bo'lmaydi, keyin norozi bo'lib qaytib kelishadi. Borgan joyida kutuvlarini, ingliz tilida zo'r so'z bor, manage expectations. Payflyda we try to help people manage their expectations. Ya'ni eng muhim narsa ham shuda o'zi. Ko'plar tur sotaman deb hamma narsani va'da berib yuboradi. Uni ichida u ham bor, bu ham bor deydi va hokazo. O'zi aslida bo'lmaydi. Bo'lmasligini aytsa, ular qo'rqadi, klient bizdan olmay ketadi deydi.